Tan olaylik, umrimizni ko'p qismini baxtli kunlar hali oldinda deb yashaymiz. Ertaga, indinga, xullas nimalarnidir kutamiz. Xo'p, kim bizga kafolat bergan? Ertaga bormizmi, yo'qmizmi? Bir yoshi ulug' yoki bemor inson olamdan ko'z yumgunga qadar qancha yoshlar, sog'ligi tog'day mustahkam insonlar vafot etyapti turli baxtsiz hodisalar tufayli. Bugun, hozir baxtli bo'laylik. Mana shu narsani o'rganaylik. Men bugun baxtni tanlayman deb qattiq turib oling, o'zingizni o'zingiz yenging. Ishoning, sizni har kuni sifatli bo'ladi. Asabiylashib, diqqat bo'lib, o'tmishdagi bo'lib o'tgan ishlarni qayta o'ylab yashasangiz ham umringiz o'tadi-ku. Xotirjam yashang, baxtli bo'ling, unda ham umringiz o'tadi. Tanlov sizni qo'lingizda. Nimanidir kutaman, Ra'nopa deysizmi? Kutyapsizmi? Unda har narsadan yomonlikni emas, yaxshilikni, xayrni kuting. Bu bo'lib qolarmikin, bu bo'lib qolarmikin demasdan, Robbim, o'zingni erkatoyingman-ku, yaxshilikni berasan, bilaman, deng, bo'ldi. Qaytib o'ylamang. Mana shu haqiqiy tavakkal. Yomon narsalarni o'ylash insonni ruhiyatini tushirib qo'yadi. Axir Robbim men bandamni men haqimdagi gumonidaman degan. Bilaman, hozir orangizda 80% inson hayotida past-balandliklar bo'layotgandir, lekin hayotimizdagi bu qiyinchiliklarni barchasi bizda uxlab yotgan salohiyatimizni ochib beradi, ishoning. Ya'ni, ahamiyat bersangiz, hayotingizga bir qiyinchilik keldimi, o'sha qiyinchilikdan keyin siz boshqa inson bo'lasiz, qolasiz. Siz oldingi bo'la olmaysiz, xohlasangiz ham. Sababi dunyoqarashingiz o'zgaradi, fikrlashlaringiz kengayadi. Oldin bitta holatga boshqacha qarayotgan bo'lsangiz, hozir o'sha qiyinchilikka o'zgacha nazar bilan kulib qaraysiz. Chunki boshimizdan o'tganda qaytib bu xatolarni qaytarmaymiz. Faqat sinov kelganda Xudoyim meni yomon ko'radi degan fikrga borib qolmasangiz bo'ldi. Chunki o'rtada shayton bor. Buni hammamiz bilamiz. Sen yomonsan, seni Alloh kechirmaydi deb bizni stressga, tushkunlikka, depressiyaga borib qo'yadi. Chunki bizni bu holatimizda u bizni xohlaganicha shundoq huquqdagi kuklalarni o'ynatganday boshqara oladi-da. Aslida hayotdagi sinovlar ham o'z foydamiz uchun, nimanidir anglashimiz uchun bo'ladi. Mana shu narsani unutmasangiz bo'ldi.